Kitobxonlik darajangizni tekshirib ko'ramiz. Ikkinchi qism. Hozir sizlarga o'zbek adabiyotidagi eng mashhur asarlardan biridan bir kichik parcha o'qiyman. Siz esa bu parcha qaysi kitobdan olinganligini va uning muallifi kimligini izohlarda yozib qoldirishingiz kerak. Tinglang. Bizlar o'rmonda daraxt kesardik. Ochlikdan, holdan toyganlar, sillasi qurib, dam olish vaqtida o'rnlaridan turishga madadi yetmay, o'tirgan joyida o'lib qola berar edi. Bir kuni necha odam bir chekkada birdan uymashib qoldi. Bilsam, qandaydir hayvonning chala yiqilib, qor tagida qolib ketgan bo'lagi topilgan ekan. Hatto yashash uchun bir-biridan qizg'anib, shuni xom yeganlar ham bo'ldi. Axir 1920-yillarda Volga bo'yida odamlar o'z bolasini ham yegan-ku.